Farhod M12 taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar. Bugun men sizga endi pulni maqtanish uchun ko'rsatmayapman. Ko'rsatishdan maqsad shuncha pul ishlashingiz mumkin, ya'ni demoqchi bo'lganim mana biz anchadan beri kuzatuvchilar biladi. Biz shunaqa narsalar bilan shug'ullanamiz, ya'ni audio kaseta deylik, video kaseta, disklar, audio CD yoki vinil plastinkalar deylik. Bunaqa texnikalar misol shunaqa narsalar kimdadir bo'lsa ko'rsatib ketib o'zini. Kichkina arxivchami? Shunaqa pul ishlashni xohlasanglar, men yig'ib teqqan pulni qancha yildan beri. Demoqchi bo'lganim mening noyob bir audio, video, kaseta, plastinka, disk nimalardir bo'lsa, bizga murojaat qilsanglar bo'ladi va yaxshigina pullarga biz sotib olishimiz mumkin. Ya'ni sizda qanday noyob bir audio kaseta deylik bor yoki bir disk bor deylik, video kaseta, plastinka, texnika, xullas va hokazolar. Shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, ya'ni balki uylarda yotgan bo'lishi mumkin, kimgadir kerak emas bo'lib yotgan bo'lishi mumkin bu narsalar. Shuni aytib ketmoqchi edim, kimdir yaxshigina pul ishlamoqchi bo'lsa, shunaqasiga qiziqishni maslahat berardim. Ya'ni bu narsalar ba'zilar buni axlat deyishi mumkin, otib yuborishi mumkin. Aslida bu narsa tarix va ko'pchilikka kerak. Ya'ni bu narsalar ko'pchilik yig'ib yuradi. Shuni aytib ketmoqchi edim, kimdadir qiziqarli bir antikvar narsalar bo'lsa, bizga murojaat qilsanglar, mo'maygina pul ishlab olsanglar bo'ladi. Ya'ni bizga murojaat qiling. Telegram nomerimni qoldiraman. 99 kodi bilan 488 0149 ga murojaat qilsanglar, kimda nima bo'lsa yozsanglar, biz sizlarga narxlarni aytamiz, hech pul to'lashini yoki sotishga yordam berishimiz mumkin. Yoki olishda ham yordam berishimiz mumkin. Shunaqa narsaga qiziqadiganlarga. Ushbu videoni shunaqa narsaga qiziqadigan do'stlarga jo'natib qo'yinglar, foydasi tegishi mumkin deb o'ylayman. Va kommentariy izohlarda kimda shunaqa narsalar bor yoki kerak yoki bo'lgan shular haqida ham yozib qoldirsanglar bo'ladi. Va shuningdek videoga like bosib yuboringlar va ko'p joyga jo'natib qo'ysanglar, bu foydasi tegib qolishi mumkin. Boshqa do'stlarga shuni aytib ketmoqchi edim. Bugun video obzorim shundan iborat, ya'ni kimda shunaqa narsalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilinglar. Nima narsalar bo'lsa bizga murojaat qo'yinglar. Biz yaxshi narxda xudo xolasa olib qolamiz, kelishamiz, gaplashamiz. Hammaga omad tilab qolaman. Ushbu videoni maksimal darajada jo'natib qo'yinglar, tarqatib qo'yinglar. Foydasi tegib qolishi mumkin. Mo'maygina pul ishlab olishi mumkin. Shuni aytib ketmoqchi edim. Hammaga sog' salomatlik tilab, keyingi video obzorlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'lib qolamiz. Farhod M12